Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugungi videomiz har bir nafaqaxo'r uchun, ayniqsa uy-joyga ega bo'lganlar uchun nihoyatda muhim va dolzarb mavzu bo'lib, sizning shaxsiy moliyaviy holatingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Diqqatingizni jamlang, chunki bugun sizning uy-joyingiz uchun to'lanadigan soliqlar, aniqrog'i nafaqaxo'rlar uchun joriy etilgan yangi tartiblar haqida batafsil gaplashamiz. Bu ma'lumotlarni bilmaslik sizga kutilmagan moliyaviy yuk olib kelishi mumkin. Shuning uchun iltimos videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hozirdayoq kanalga obuna bo'lishni va ushbu foydali videoga like bosishni unutmang. Bu biz uchun motivatsiya, siz uchun esa yangi muhim ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik kafolati. Muammoning mohiyati avval qanday edi, endi nima o'zgardi? Keling, dastal vaziyatning avvalgi holatini eslab o'taylik. An'anaviy ravishda O'zbekiston Respublikasida ko'chmas mulk solig'i bo'yicha nafaqaxo'rlar uchun bir qator imtiyozlar mavjud edi. Bu imtiyozlar asosan nafaqaxo'rlarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga qaratilgan bo'lib, ular bitta uy-joy uchun, ya'ni doimiy yashash joyi bo'lgan kvartira yoki shaxsiy uy uchun ko'chmas mulk solig'idan to'liq ozod qilinardi. Bu degani, agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz va faqat bitta kvartirangiz yoki shaxsiy uyingiz bo'lsa, siz u uchun hech qanday ko'chmas mulk solig'i to'lamas edingiz. Bu tartib ko'p yillar davomida amalda bo'lib keldi va ko'plab nafaqaxo'rlar o'z byudjetlarini rejalashtirishda ushbu imtiyozni inobatga olardilar. Bu ayniqsa past nafaqa oladigan va har bir tiyinni tejaydigan keksalar uchun juda katta yengillik edi. Endi esa o'zgarishlar haqida O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksiga kiritilgan so'nggi o'zgartirish va qo'shimchalar natijasida ko'chmas mulk solig'ini hisoblash tartibi jiddiy o'zgardi. Xususan 2023 yil 1 yanvardan kuchga kirgan yangi qonun hujjatlariga asosan nafaqaxo'rlar uchun ko'chmas mulk solig'i bo'yicha imtiyozlarga jiddiy cheklovlar kiritildi. Endilikda nafaqaxo'rlar uchun beriladigan ko'chmas mulk solig'i imtiyozi nafaqat bitta turar joyga nisbatan amal qiladi, balki bu turar joyning maydoniga ham jiddiy chegaralar qo'yiladi. Aniqroq aytganda, imtiyoz endi butun uy-joyga emas, balki uning ma'lum bir qismiga, odatda 6 kvadrat metrgacha bo'lgan maydoniga qo'llaniladi. Agar sizning yagona uy-joyingizning maydoni 6 kvadrat metrdan ortiq bo'lsa, ortiqcha qismi uchun soliq to'lashingiz shart bo'ladi. Eng muhimi esa, agar nafaqaxo'r bir nechta turar joyga, ya'ni ikkita yoki undan ko'p kvartira yoki uyga ega bo'lsa, u endi ikkinchi va keyingi barcha mulklar uchun to'liq soliq to'laydi. Birinchi, ya'ni doimiy yashash joyi uchun yuqorida aytilgan maydon cheklovi bilan imtiyoz saqlanib qoladi. Nima uchun bunday o'zgarishlar kiritildi? Buning bir nechta sabablari bor. Birinchidan, davlat byudjetining barqarorligini ta'minlash va daromad bazasini kengaytirish zarurati. Ikkinchidan, ko'chmas mulk bozoridagi spekulyatsiyani kamaytirish va aholi o'rtasida mulk egaligi bo'yicha adolatni ta'minlash. Davlat mulkka egalik qilishdan olinadigan daromadni adolatli taqsimlashga intilmoqda. Uchinchidan, soliq yukini tabaqalashtirish, ya'ni bir nechta mulkka ega bo'lgan boyroq shaxslarning davlat oldidagi mas'uliyatini oshirish. Oddiy qilib aytganda, ilgari bitta uyga ega bo'lgan nafaqaxo'r ham, 5 ta uyga ega bo'lgan nafaqaxo'r ham birinchi uy uchun soliqdan ozod bo'lgan. Yangi tartib esa bu adolatsizlikni bartaraf etishga qaratilgan. Asosiy qismi nimalarni bilishingiz kerak? Kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar xavotirlanishi shart emas? Keling, bu o'zgarishlarning barcha jihatlarini batafsil tahlil qilamiz. Siz nimalarni bilishingiz kerak? Birinchi va eng muhimi, soliq stavkasi kadastr qiymatidan foizda hisoblanadi. Ya'ni sizning mulkingizning kadastr qiymati qancha yuqori bo'lsa, soliq miqdori ham shuncha ko'p bo'ladi. Kadastr qati davlat organlari tomonidan belgilangan va ma'lum bir hududdagi ko'chmas mulkning bozor qiymatiga yaqinlashtirilgan baholashidir. U har yili qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Ushbu yangi qoidalar qaysi turdagi mulklar uchun amal qiladi? Ular nafaqat kvartiralar va shaxsiy uylar, balki nafaqaxo'rga tegishli bo'lgan barcha turdagi turar joylar uchun amal qiladi. Noturar joylar, do'konlar, ofislar, garajlar va boshqalar uchun esa avval ham, hozir ham alohida soliq tartibi mavjud bo'lib, nafaqaxo'rlar uchun bunday mulklarga nisbatan turar joy mulklari kabi keng imtiyozlar mavjud emas edi. Endi eng muhim savollardan biriga o'tamiz. Kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar xavotirlanishi shart emas? Xavotirlanishi kerak bo'lganlar ikkinchi va undan ortiq kvartira yoki uyga ega nafaqaxo'rlar. Agar sizda o'zingiz yashayotgan uyingizdan tashqari
yana bir yoki bir nechta turar joy mulki bo'lsa, siz ushbu qo'shimcha mulklar uchun to'liq hajmda ko'chmas mulk solig'ini to'lashingiz shart bo'ladi. Bu mulklarga nisbatan nafaqaxo'r imtiyozi umuman qo'llanilmaydi. Ikki asterisk katta maydonli yagona uy joyga ega nafaqaxo'rlar. Asterisk agar sizning yagona turar joyingizning umumiy maydoni qonunchilikda belgilangan imtiyozli maydondan hozirgi kunda bu ko'rsatkich odatda 6 kvadrat metrni tashkil etadi. Lekin aniq raqamni doimiy ravishda Davlat soliq qo'mitasi saytida tekshirib bo'lish lozim. O'sha siz ortiqcha kvadrat metrlar uchun soliq to'laysiz. Xavotirlanishi shart bo'lmaganlar. Asterisk faqat bitta uy joyga ega bo'lgan nafaqaxo'rlar agar ushbu uy joyning maydoni belgilangan imtiyozli maydon chegarasidan oshmasa, bunday holatda siz avvalgidek ko'chmas mulk solig'idan to'liq ozod qilinishingiz mumkin. Ko'pgina oddiy nafaqaxo'rlar uchun katta yengillikdir. Keling, bir nechta aniq misollar bilan vaziyatni tushunarliroq qilamiz. Misol 1. Xavotirlanish kerak. Oysha opa va uning 2 kvartirasi. Oysha opa 68 yoshda. Toshkent shahrida yashaydi va nafaqaxo'r. Uning o'zi yashaydigan 2 xonali kvartirasi bor, maydoni 5 kvadrat metr. Bundan tashqari u yaqinda nabirasi uchun shahar markazidan bir xonali kvartira sotib olgan. Uning maydoni 1 kvadrat metr. Birinchi kvartira uchun 75 kvon. Oysha opa nafaqaxo'r imtiyozidan to'liq foydalanadi. Chunki uning maydoni 10 kvadrat metrdan oshmaydi. Demak, bu kvartira uchun soliq to'lamamaydi. Ammo ikkinchi kvartira Arif Kudami uchun Oysha opaga hech qanday imtiyoz berilmaydi. Bu kvartiraning kadastr qiymati masalan 300 million so'm bo'lsa va soliq stavkasi 0,25%. Faqat misol uchun. Real stavkalar hudud va turiga qarab o'zgarishi mumkin bo'lsa, u yiliga 770 ming so'm miqdorida soliq to'lash shart bo'ladi. Bu uning nafaqasiga sezilarli ta'sir qilishi mumkin. Asterisk misol 2 xavotirlanish shart emas. Ergash aka va uning yagona kvartirasi. Ergash aka 72 yoshda Farg'ona viloyatida yashaydi. Uning oilasi bilan yashaydigan bitta 3 xonali kvartirasi bor. Uning umumiy maydoni 7 kvadrat metr. Ergash aka uchun 6 kvadrat metrgacha bo'lgan maydon uchun imtiyoz qo'llaniladi. Demak, 7,6 kvadrat metr maydon uchun soliq to'lash kerak bo'ladi. Agar uning kvartirasining kadastr qiymati 7 kvadrat metr uchun, masalan, 3 million so'm bo'lsa, bu holda 10 kvadrat metrning kadastr qiymati 30 million so'm bo'ladi. Bu 30 million so'mga nisbatan soliq stavkasi qo'llanilsa, masalan, 0,5 Ergash aka yiliga 75 ming so'm soliq to'lash kerak bo'ladi. Bu avvalgi holatga nisbatan kichikroq, lekin baribir yangilik. Agar uning kvartirasining maydoni 6 kvadrat metrdan oshmaganda edi, u soliq to'lamas edi. Masalan, uning kvartirasi 1 kvadrat metr bo'lsa, u hech qanday soliq to'lamaydi. Asterisk misol 3. Murakkab holat. Zuhra xola va mulk egaligining bo'linishi. Zuhra xola 65 yoshda Toshkent viloyatida yashaydi. Uning o'z nomida 25 kvadrat metrlik bir kvartira bor. Shuningdek, uning farzandi nomida bo'lgan, ammo aslida Zuhra xola tomonidan sotib olingan va u foydalanadigan yana bir 6 kvadrat metrlik kvartira ham mavjud. Bu yerda muhim nuqta shundaki, soliq imtiyozlari mulkdorning shaxsiy holati, nafaqaxo'r ekanligi va mulkning unga tegishliligiga qarab hisoblanadi. Zuhra xolaning o'z nomidagi 45 kvadrat metrlik kvartirasi uchun u soliqdan to'liq ozod qilinadi. Chunki bu uning yagona rasmiy mulki va maydoni belgilangan chegaradan oshmaydi. Farzandi nomidagi kvartira uchun esa soliq yukini farzandi ko'taradi. Chunki mulk uning nomida rasmiylashtirilgan. Agar farzandi ham nafaqaxo'r bo'lsa, uning uchun ham xuddi shunday qoidalar qo'llaniladi. Agar farzandi nafaqaxo'r bo'lmasa, u holda u kvartir uchun umumiy tartibda soliq to'laydi va unga nafaqaxo'r imtiyozlari qo'llanilmaydi. Misolda katta maydonli shaxsiy uy. Ahmad bobo uning katta hovlisi. Ahmad bobo 7 yoshda Toshkent shahrining markazida 200 kvadrat metrlik katta hovli uyga ega. Uning uchun ham nafaqaxo'r imtiyozi 6 kvadrat metrgacha bo'lgan maydonga nisbatan qo'llaniladi. Demak, Ahmad bobo 260 kvadrat metr maydon uchun ko'chmas mulk solig'ini to'lashi kerak bo'ladi. Agar uning uyining kadastr qiymati juda yuqori bo'lsa, Toshkent markazidagi uy joylar uchun bu ancha katta raqam bo'lishi mumkin. Masalan, 1 kvadrat metr 1 million so'm deb olsak, 1 kvadrat metrning qiymati 1 milliard 400 million so'mni tashkil etadi. Agar soliq stavkasi 10% bo'lsa, Ahmad bobo yiliga 3 million 200 ming so'm soliq to'lash kerak bo'ladi. Bu uning nafaqasiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan summa. Bu misol shuni ko'rsatadiki,
hatto yagona mulk egasi bo'lgan nafaqaxo'rlar ham agar ularning mulkining maydoni katta bo'lsa, endi soliq to'lashlari shart. Asosiy qism 2. Istisnolar, qaltis shaxtlar va noaniq nuanslar. Har qanday qonunchilikda bo'lgani kabi bu yerda ham ba'zi istisnolar va diqqat qilish kerak bo'lgan noaniq jihatlar mavjud. Qaysi nafaqaxo'rlar uchun qo'shimcha imtiyozlar mavjud? O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksida alohida toifalarga kiruvchi shaxslar uchun, shu jumladan nafaqaxo'rlar orasida ham qo'shimcha imtiyozlar belgilangan bo'lishi mumkin. Masalan, O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston Respublikasi fan madaniyat san'at arbobida kabi unvonlarga ega shaxslar, urush faxriylari va nogironligi bo'lgan shaxslar, Chernobil AESdagi avariya oqibatlarini bartaraf etishda ishtirok etganlar kabi imtiyozli toifadagi shaxslar uchun ko'chmas mulk solig'i bo'yicha yanada kengroq imtiyozlar nazarda tutilgan bo'lishi mumkin. Bu shaxslar uchun imtiyozlar odatda standart nafaqaxo'r imtiyozlardan ustun turadi va bir nechta mulk yoki katta maydon uchun ham amal qilishi mumkin. Lekin bu imtiyozlarning aniq qamrovi va shartlari doimiy ravishda amaldagi soliq kodeksida tekshirilishi lozim. Mulkning bir necha shaxsga tegishliligi, agar uy-joy bir necha shaxsga, masalan, er va xotinga umumiy mulk huquqi asosida tegishli bo'lsa, soliq qanday hisoblanadi? Bunday holatda soliq har bir mulkdorning ulushiga qarab hisoblanadi. Agar mulkdorlardan biri nafaqaxo'r bo'lsa, uning ulushiga mos keladigan maydon uchun imtiyoz qo'llaniladi. Masalan, 100 kvadrat metrlik kvartira er va xotinga teng ulushda tegishli bo'lsa, ya'ni har biriga 50 kvodetdan. Agar xotini nafaqaxo'r bo'lsa, uning egin kvotaning ulushi uchun imtiyoz qo'llaniladi. Amin kvotasidan oshmaydi. Shuning uchun soliq to'lamaydi. Erning ulushi uchun esa, agar u nafaqaxo'r bo'lmasa, umumiy tartibda soliq hisoblanadi. Agar ikkalasi ham nafaqaxo'r bo'lsa, ikkalasining ulushiga ham imtiyoz qo'llanilishi mumkin, lekin bu mulkning yagona ekanligiga bog'liq. Bu nuqta juda nozik bo'lib, soliq kodeksining aniq moddalari asosida har bir holat alohida ko'rib chiqiladi. Kadastr qiymatining o'zgarishi, ko'chmas mulkning kadastr qiymati doimiy emas. U ma'lum vaqt oralig'ida odatda har 3-5 yilda bir marta, ba'zan undan tez-tez qayta baholanadi. Bu baholash ko'chmas mulk bozoridagi o'zgarishlar, infratuzilmaning rivojlanishi va boshqa omillarni hisobga oladi. Agar mulkingizning kadastr qiymati oshsa, to'lashingiz kerak bo'lgan soliq miqdori ham oshadi. Shuning uchun yiliga kamida bir marta Davlat kadastr agentligi yoki Davlat soliq qo'mitasi veb-saytlaridan o'zingizning mulkingizning joriy kadastr qiymati haqida ma'lumot olib turishni tavsiya qilaman. Bu kutilmagan soliq yuklaridan ogoh bo'lishga yordam beradi. Soliq to'lash muddatlari va jarimalar. Ko'chmas mulk solig'i odatda yiliga bir marta belgilangan muddatgacha to'lanadi. Bu muddat odatda yilning oxirgi choragiga to'g'ri keladi. Masalan, 11 oktyabr yoki 11 noyabrga qadar. Agar soliq belgilangan muddatda to'lanmasa, har bir kechiktirgan kun uchun penya, jarima hisoblanadi. Penya miqdori soliq kodeksida belgilangan bo'lib, u juda sezilarli bo'lishi mumkin. Shuning uchun soliq to'lash muddatlariga qattiq rioya qilish juda muhim. Soliq to'lov qog'ozlari sizning yashash manzilingizga pochta orqali yuborilishi yoki MyBokkakuf uz portali orqali elektron shaklda kelishi mumkin. Ularni diqqat bilan kuzatib boring. Noturar joylar uchun soliq. Agar nafaqaxo'r noturar joy mulkiga, masalan, omborxona, do'kon, ofis, garaj yoki yozgi dala hovli, ya'ni dacha egalik qilsa, bu mulklar uchun alohida soliq tartiblari mavjud. Turar joylar uchun beriladigan imtiyozlar odatda noturar joylarga nisbatan qo'llanilmaydi. Dacha yoki yozgi uylar ham turar joy sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lishi mumkin. Lekin ko'pincha ular noturar joy yoki bog' uyi sifatida tasniflanadi va ularga boshqa soliq stavkalari qo'llaniladi. Shuning uchun agar sizda dacha bo'lsa, uning yuridik maqomini aniqlashtirib olish va unga nisbatan qaysi soliq qoidalari amal qilishini bilib olish muhim. Amaliy maslahatlarni qilish kerak. Aziz tomoshabinlar, ushbu o'zgarishlardan xabardor bo'lganingizdan so'ng endi qanday amaliy qadamlarni amalga oshirishingiz kerakligi haqida gaplashamiz. Mulkning rasmiy ma'lumotlarini aniqlashtirish. Astirish qayerdan ma'lumot olish mumkin? Astirish eng ishonchli ma'lumot manbalari. Bu Davlat soliq qo'mitasining rasmiy veb-sayti, Soliq.uz va Yangi interaktiv davlat xizmatlari portali. Ushbu saytlarda siz o'z shaxsiy kabinetingiz orqali mulkingizga oid barcha ma'lumotlarni, shu jumladan kadastr qiymati, soliq hisob kitoblari va to'lanishi lozim bo'lgan summa haqidagi axborotni topishingiz mumkin. Shuningdek, yashash joyingizdagi soliq inspeksiyasiga shaxsan murojaat qilib ham batafsil ma'lumot olishingiz mumkin.
qanday hujjatlar kerak? Soliq inspeksiyasiga borganingizda yoki MyBokugov. Uz orqali murojaat qilganingizda sizga pasportingiz, shaxsni tasdiqlovchi hujjat, ko'chmas mulkingizning kadastr hujjati, texnik pasporti va nafaqa guvohnomangiz kerak bo'ladi. Bu hujjatlar sizning mulkdor ekanligingizni va nafaqaxo'r maqomingizni tasdiqlaydi. O'qchi asl soliq hisob-kitoblarini tekshirish va tasdiqlash. Soliq organlari tomonidan sizga bo'lgan soliq to'lov qog'ozlaridagi hisob-kitoblarni diqqat bilan o'rganing. Agar sizda bir nechta mulk bo'lsa, qaysi mulkka nisbatan qanday imtiyoz qo'llanilgani yoki qo'llanilmagani aniq ko'rsatilganligiga e'tibor bering. Agar hisob-kitoblarda xatoliklar yoki noaniqliklar borligini sezib qolsangiz, zudlik bilan hududiy soliq inspeksiyasiga murojaat qiling. Ularga o'z e'tirozlaringizni va tasdiqlovchi hujjatlaringizni taqdim eting. O'tish ariza yozish tartibi agar kerak bo'lsa. Agar sizda imtiyoz qo'llanilmaganligi yoki noto'g'ri qo'llanilganligi haqida shubhalar bo'lsa, siz soliq inspeksiyasi boshlig'i nomiga ariza yozishingiz mumkin. Ariza qanday yoziladi? Ariza erkin shaklda yozilishi mumkin. Lekin unda quyidagi ma'lumotlar aniq ko'rsatilishi shart. Sizning FISH, pasport ma'lumotlaringiz va yashash manzilingiz, nafaqa guvohnomangizning raqami va berilgan sanasi, mulkning kadastr raqami va manzili, mulkning umumiy maydoni va unga egalik huquqingizni tasdiqlovchi hujjatlar. Sizning talabingizning mohiyati, masalan, nafaqaxo'r imtiyozi qo'llanilmaganligi sababli soliqni qayta hisoblashni so'raysiz. Arizaga ilova qilinadigan hujjatlar ro'yxati, pasport nusxasi, nafaqa guvohnomasi nusxasi, kadastr hujjati nusxasi. Ariza namunasini soliq inspeksiyasidan yoki ularning rasmiy veb-saytidan topishingiz mumkin. Uni ikki nusxada tayyorlab, bir nusxasini ro'yxatdan o'tkazilganligi haqidagi belgi bilan o'zingizda saqlab qoling. Murojaat qilish tartibi va muddatlari arizalar odatda 15 ish kuni ichida ko'rib chiqiladi. Murakkab holatlarda bu muddat 30 ish kunigacha uzaytirilishi mumkin. Agar soliq inspeksiyasining javobi sizni qoniqtirmasa, siz yuqori turuvchi soliq organiga yoki sudga shikoyat qilish huquqiga egasiz. Bunday holatlarda yuridik maslahatchi yordamiga murojaat qilish maqsadga muvofiq bo'ladi. 5. Onlayn xizmatlardan foydalanish. Bugungi kunda ko'plab davlat xizmatlari onlayn tarzda ko'rsatiladi. MyDokov. Uz orqali siz uy joyingizga oid ma'lumotlarni tekshirish, soliq hisob-kitoblarini ko'rish va hatto soliqlarni to'lash imkoniyatiga egasiz. Bu yoshi ulug' insonlar uchun qulaylik yaratadi. Chunki davlat idoralariga borib navbat kutishning hojati qolmaydi. Ammo onlayn tizimlardan foydalanishda biroz qiyinchiliklarga duch kelsangiz, oila a'zolaringiz yoki yosh qarindoshlaringizdan yordam so'rashdan tortinmang. Xulosa va yakuniy chaqiriq. Ko'rib turganingizdek, nafaqaxo'rlar endi kvartiralari uchun qo'shimcha to'laydilar degan sarlavha ostida jiddiy o'zgarishlar yotibdi. Bu o'zgarishlar har bir nafaqaxo'rning byudjetiga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun o'zingizning mulkingiz holatini aniqlashtirish, tegishli ma'lumotlarni o'rganish va soliq kodeksidagi yangiliklardan xabardor bo'lish juda muhim. Mas'uliyatli bo'ling, o'z huquqlaringizni biling va agar shubhalar tug'ilsa, mutaxassislarga murojaat qilishdan tortinmang. Davlat soliq qo'mitasi doimiy ravishda o'zgartirishlar kiritishi va yangi qonun hujjatlarini qabul qilishi mumkin. Shuning uchun axborot oqimida bo'lish har doim sizning foydangizga ishlaydi. Umid qilamanki, ushbu batafsil ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi va mavzuni to'liq tushunishingizga yordam berdi. Bu video haqida qanday fikrdasiz? Sizningcha bu o'zgarishlar qanchalik adolatli? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Savollaringiz bo'lsa, ularni ham bemalol bering. Bu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, iltimos like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda yana uchrashguncha xayr, sog' bo'ling.